og'zi suvga yetganda yo oshga yetganda o'tib ketib qoladi. Ilohim har bir ota-ona umid bilan o'g'il qiz katta qilgan orzu havasini ko'rsin. Bola chaqam deb o'tib ketar ekan ota-ona. Bozor o'char savdo qildim kimga? Bolam uchun. Barin muhayyo paydo qildim kimga? Bolam uchun. Dabdabalik to'ylar qildim kimga? Bolam uchun. Hashamatlik uylar qurdim kimga? Bolam uchun. Lekin nima qildim meni tuqqan onam uchun? Dunyodagi eng yaxshi odam otam uchun. Kimga dasturxon yozdim? Bolam uchun. Ba'zida semirdim, ba'zida ozdim bolam uchun. Aqldan ham oza yozdim bolam uchun. Kimga yalinmadim bolam uchun. Lekin hech narsa ilinmadim onam uchun. Dunyodagi eng yaxshi odam otam uchun. Aylandim, o'rgildim, ado bo'ldim bolam uchun. Sog'liq degandan ham judo bo'ldim bolam uchun. Bola shoh, men go'yo gado bo'ldim bolam uchun. Danagidan mag'zi shirinda ota, ona uchun. Lekin nima qildim? O'zim bola bo'lib onam uchun. Dunyodagi eng yaxshi odam otam uchun. O'zi yemay ichmay menga ilingan ham onam edi. Yupun yursa ham meni kiyintirgan otam edi. Omon bo'lsang bo'ldi bolam derdi. Ayting men ham odammanmi endi? Nima qildim bir mushtipar onam uchun? Dunyodagi eng yaxshi odam otam uchun. Jahlim chiqqanda xo'p baqirsam chidab turgan tog'im edi. Ular kayf oshganda ko'p gapirsam yupatguvchi bog'im edi. Ular ayting mendan nima ko'rdilar? Nima qildim bir bechora onam uchun? Dunyodagi eng yaxshi odam otam uchun. Dasturxon yozdim. Dasturxon yozdim dunyodan o'tib ketganlaridan keyin otam, onam uchun. Tirikligida sarson qilib o'lganlarida ehson qildim. Dasturxondagini kim yedi? Yetim, yesir, beva, bechora, g'arib, miskinmi kim? Oshxo'rlar. Oshim yeb gapam qilib ketdilar. Bu ota-onasi o'lganda yozdi dasturxon. Qara, dasturxonda qazi, qarta, magiz, bodom, pista. Bu nomard qilganmidi ota-onasini mehmon? Tiriklik chog'ida loqal bir marta. Tirikligida qilmagan shot o'tib ketgach yig'laydi, ko'tarib faryod. Ranging sarg'aytirib bo'lma misli xas. Tiriklik chog'ida hurmatini joyiga qo'yish kerak edi. Ispas. Ursa urardi buni Xudo, ko'rsatmoqchi bo'lganda kuchin yer ko'tarib yuribdi-da, ota-onasi duo qilgani uchun. O'zingchi o'zing nima qilding? Xoh otang, xoh onang uchun. Dunyodagi eng yaxshi odam ular uchun. Qo'ldan kelgancha xizmatini qil, duosini ol. Boshing yerga tekkuncha ta'zim qil ota, ona uchun. Rahmat.